Qornim katta, semirib ketyapman. Ozish yo'li bormi? Bor opajon. Zo'r yo'li bor uy sharoitida. Beukol, bedorilarsiz. O'zingizni o'zingiz qorningizni jirlarini eritasiz. Lavroviy list hamma juda ham yaxshi biladi. Bu barikda deydi. Bu agar barikning foydali xususiyatlarini bilsangiz, ichganingiz faqat mana shu barikni choyi bo'ladi. Nima qilamiz? Bir pachkasi 1 somon turadi. O'zbekistonda 1000 so'm turadi. İçidan 20-30 ta barik chiqadi. Mana shuni 1 litr suvga solib qaynating. 10 minut, 15 minut qaynatsangiz, ko'k choyga o'xshagan bir yaxshi damlama hosil bo'ladi. Ana shu choyni 3 mahal choyni o'rniga ichib yuring, damlamani. Ovqatdan keyin to'q qoringa ichib yuring. Xudo xohlasa bir haftada menga rahmat aytasiz, baraka topgur. Siz xo'p deb shuni damlamasini iching, qorni katta akalarim. İçish oldidan bir taroziga o'zingizni tortib oling, keyin bir haftadan keyin yana bir o'zingizni o'lchating. Mana shu lavr barigini damlamasi sizni qorningiz